Salom do'stlar, demak sizlar bilan ushbu videoyimizda Binance platformasidan, ya'niki birjasidan biz o'z kriptovalyutalarimizni o'zbek so'miga aylantirib, pullarimizni Uzcard yoki Humo kartamizga chiqarib olish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, ushbu Binance platformasi 2025-yilda O'zbekiston bilan hamkorlikda, ya'niki litsenziyaga ega bo'lgan platforma CoinPay bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib bormoqda va biz endilikda qonuniy tarzda bemalol Binance platformasida kriptovalyutalar bilan ishlab, ya'niki ushbu kriptovalyutalarni o'zbek so'miga, ya'niki o'zimizni kartamizga bemalol to'g'ridan-to'g'ri chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Oldingidek vositachilar yoki qandaydir obmennik botlar orqali yoki bo'lmasam P2P dasturi orqali ham chiqarishimizga hojat yo'q. Ya'niki P2P dasturi bor edi oldin. U dastur hozir O'zbekiston uchun bloklab qo'yilgan. Ya'niki hozirda biz P2P da ishlay olmaymiz va bu P2P noqonuniy bo'lar edi agarda biz ishlatgan taqdirimizda ham. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l va eng xavfsiz yo'l mana shu CoinPay'ga ulangan tariqasida, ya'niki o'zbek so'mi orqali Humo kartamizga pulimizni chiqarib olishimiz bo'ladi. Hozir buni sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, biz hozir mana asosiy bo'limdamiz va biz hamyon bo'limiga o'tib olishimiz kerak. Mana eng oxirida assets yozib qo'yilgan, ya'niki o'zimizni hamyonimiz. Ushbu hamyonni ustiga bosamiz. Va biz ushbu joydan mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Kripto bizda nimalarimiz bor? Misol uchun Dogecoin kecha chiqargan Dogecoin'imiz bor, 41.3 Dogecoin'imiz bor ekan. Undan tashqari boshqa kriptovalyutalar ham bor. Demak, balansimizda hozir 71 ming so'm pulimiz bor ekan. Demak, ushbu pulni chiqarishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz add funds deb yozilgan mana bu sariq rangli knopkani ustiga bosamiz. Ushbu joydan biz buy with USD yozilgan, ya'ni o'zbek so'mini ustiga bosamiz. Ushbu joyda biz hammasini amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni siz o'zbek so'mini sotib olishingiz, ya'ni mana shu joyda siz pulni kiritishingiz mumkin Binance platformasiga so'mingizni dollarda yoki ba'zi bir kriptovalyutalar ko'rinishida pul kiritishingiz mumkin bo'ladi. Payment method yozib qo'yilgan, karta yoki Apple Pay, Google Pay, xullas nima orqali to'lamoqchi bo'lsangiz, xuddi shunday. Biz pul kiritmoqchi emasmiz, biz pulni chiqarib olmoqchimiz. Shuning uchun ushbu joyda sell, ya'niki sotish degan bo'limiga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, sell degan tugmani bosamiz. Xo'p, mana bu joyda hamma valyutalar bor va bizga keraklisi Dogecoin, ya'niki bizni hisobimizda qaysi kriptongiz bo'lsa, ya'niki o'zingizda qaysi pul mablag'i bo'lsa, ana o'shani belgilashingiz kerak bo'ladi. Ustiga bosamiz. Va biz buni to'g'ridan-to'g'ri o'zbek so'miga aylantira olmaymiz. Biz birinchi navbatda Dogecoin'ni, ya'ni har qanday valyutani, kriptovalyutani USDT ga almashtirib olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni convert to USDT degan tugmani bosib, biz Dogecoin'imizni USDT ga yoki boshqa valyuta, Tron bo'ladimi, BNB bo'ladimi, Litecoin bo'ladimi, hammasini USDT ga o'tkazib olib, undan so'ng o'zbek so'miga aylantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, convert to USDT tugmasini bosamiz va bizni convert bo'limiga olib o'tmoqda. Xo'p, biroz kutamiz, sekin ishlamoqda. Va biz ushbu joyda Dogecoin'imizni maksimal yozamiz yoki o'zingiz qanchasini chiqarmoqchi bo'lsangiz, shunchasini yozishingiz ham mumkin. Demak, mana bu joyga yoziladi. Mana shu joyga kursorni qo'yib yozishingiz mumkin. Men hammasini chiqarmoqchiman, shuning uchun max tugmasini bosaman va hammasi belgilanadi va necha USDT bo'lishi ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, bizda 3.7 USDT ga teng bo'lmoqda, ya'ni dollarga teng bo'lmoqda desak ham bo'ladi. Preview tugmasini bosamiz, sariq rangli tugmani. Va convert jarayoni amalga oshmoqda. Xo'p, 7 sekund vaqt kutishimiz kerak ekan. Yo'q, kutish emas, tasdiqlashimiz kerak ekan. Confirm tugmasini bosamiz. Va almashinuvimiz amalga oshirildi. OK tugmasini bosamiz. Va ana endi yana qaytadan tepadagi sell tugmasiga o'tib olamiz.
Ana endi bizda Dogecoin yo'q, USDT'miz bor. 3.7 USDT. Ana endi USDT ni tanlaymiz. Va biz qancha pul chiqarmoqchimiz? Demak, bizda 3.7 USDT available bo'lib turibdi. Mana bu joyda UZS yozilgan. Xo'p, biz chiqarmoqchi bo'lgan USDT'mizni ushbu joyga yozishimiz kerak. Mana bu joyda sell maximum amount yozilmoqda. Demak, shuni ustiga bosadigan bo'lsak, hammasi yuqoriga qo'yildi. Va so'mda 45.277 so'm bo'lishini ko'rsatib chiqarmoqda. Ana endi pastda receive method degan joyi bor. Men hozir bu joyga kartamni ulab qo'yganman. Sizda ulanmagan bo'lsa, siz mana shu joyda add card degan joyi bo'ladi. Ya'ni добавить karta, xullas kartani qo'shish degan tugmasi bo'ladi. Ustiga bosasiz va o'zingizni kartangizni ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, last user deb yozib qo'yibdi. Mana shu balansimga, demak, ustiga bosamiz. Xo'p, confirm tugmasini bosamiz. Demak, yana ushbu kartamga pulni yechib olmoqchiman. Bundan oldin esa biz hamyonimizni bir tekshirib olamiz, qancha puli borligini. Demak, balansimizda 35.000 so'm bor ekan. Xo'p, Binance'ga o'tib olamiz va yana 45.000 so'm pulimizni chiqarib olamiz. Demak, preview order degan tugmani bosadigan bo'lsak, pullarimiz to'lab berilishi kerak. Xo'p, demak, komissiya olinmayapti. Confirm tugmasini bosamiz. Xo'p, withdraw USDC yozgan, ya'niki USDC ni ustiga bosamiz. Biroz vaqt kutamiz. Xo'p, ana endi biz to'lov usulini tanlashimiz kerak. Bank kartasi yoki P2P. Boya aytayotganimdek P2P mumkin emas, shuning uchun bank kartasi instant yozib qo'yilgan, shu zahoti pulimiz kelib tushadi. Demak, ustiga bosamiz, tanlangan o'zi va pastda continue tugmasini bosamiz. Ana endi mana bu joyda kartamizni qo'shishimiz kerak ekan. Demak, boya biroz noto'g'ri tushuntirgan ekanman. Boyagi joyda karta qo'shilishi kerak emas ekan. Shunchaki biz so'mga aylantirib olgan ekanmiz va mana bu joyda endi kartani qo'shilishi kerak. Men o'zimni kartamni qo'shib qo'yganman. Siz ham o'z kartangizni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, bitta ortga qaytamiz. Demak, faqatgina Humo kartasiga pulni chiqarish mumkin. Uzcardga pulni chiqarib bo'lmaydi. Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, tanlaymiz. Demak, o'zimni kartam kiritilgan, Humo kartasi kiritilgan va yana withdraw max tugmasi yoki bo'lmasa pastda raqamlar orqali qancha pul chiqarmoqchi bo'lsangiz yozishingiz mumkin. Misol uchun 20 ming bo'lsa, 20 ming yozasiz. Demak, men borini chiqarmoqchiman, shuning uchun withdraw max tugmasini bosaman. Demak, fee degani komissiya. 680 so'm komissiya olmoqda. 45 ming so'mdan 680 so'm komissiya olmoqda. 45 mingda 1% qancha bo'ladi? Demak, 450 so'm bo'ladigan bo'lsa, taxminan 1,5% olinmoqda. Hisob-kitob bo'yicha shunday to'g'ri kelmoqda. Preview order degan tugmani bosamiz. Confirm tugmasini bosamiz. Va xavfsizlik tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, pul chiqarish arizamiz yaratilib qo'yildi. Bir necha soniyalar ichida pulimiz o'tib, ya'niki jarayon ketmoqda. Bizni hisobimizga tezda tushib kelishi kerak. Xo'p, hamyonimizni tekshirib ko'ramiz.
Ko'rib turganinglardek 80 ming so'm 455 so'mga aylanibdi. Ya'ni 35 mingga 45 mingni qo'shsak 80 ming bo'lishi to'g'ri kelmoqda. Ko'rib turganinglardek, videoni to'xtatganim ham yo'q. Hech qancha vaqt ham o'tgani yo'q, adashmasam. Bir necha soniya ichida pullarimiz hisobimizga kelib tushdi. Shunday ekan, sizlar ham bemalol ishlaganinglarni Binance'ga o'tkazib, Binance'dan pullaringizni chiqarib olsangiz anchagina qulay va oson ko'rinishga kelgan. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Albatta videoga bitta like hamda kanalga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.